Yo bolalar, barchaga salomlar bilan men Qardo'y Samuray. Men oshxonadaman bolalar. Bugun oshxonada ovqat pishiramiz. Ko'rib turganingizdek, ovqatni oddiy prosta ovqat pishirish emas. Biz esda ko'rganmiz. Mana kalendagi tezroq gapirib boshlashim kerak. Korotchi bolalar, Qardo'yga men randomni 5 ta omad bilan durja qo'shaman. Bolalar, sizlar ham durja qo'shib, men bilan birga o'ynamoqchi bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalimizga hammasiga obuna bo'linglar va kommentariyaga obuna bo'linglar. Like bosib, nigilar yozib qoldiringlar. Yo bolalar, hozir men randomni eng omadli 5 ta o'zim tanlab olib, o'zim durzimga qo'shaman bolalar. Korotchi shartlarni tushuntirib o'taman. Durzimga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, albatta shunaqa shartlarni bajarishinglar kerak. Videoga like bosishinglar kerak. Hamma kanallarga obuna bo'lishinglar kerak va kommentariyaga obuna bo'ldim va like bosdim, nikilar yozib qoldirasizlar. Korotchi men hozir 5 ta randomning ovozini tanlashni boshlayman. Mana obuna bo'ldim, like bosdim. Bunyodmi? Korotchi durja tashlaymiz. Birinchi omadli bo'lishimiz. Mana durja tashladik. Obuna bo'ldim, like bosdim. Qanday keyin yozib qoldirmasizku durja tashlardim hozir. Kommentimizga obuna bo'ldim, like bosdim. Aykuran Sherali Shodiyevdan durja qo'shdik bo'ldi. Sirasi durjaga qo'shildi. 3-chi omadli bo'lishimiz mana. Obuna bo'ldim deb yozibdi mana. Durja qo'shamiz buni ham. Obuna bo'ldim, like bosdim. Mahmudni ham qo'shamiz mana. Mahmud. 4-chi omadli obunachimiz mana. Mahmudga ham durja tashladik bolalar. Endi obuna bo'ldim, like bosdim. Shahzodga ham durja qo'shamiz mana. Shahzod bizani 5-chi omadli obunachimiz bo'ldi mana. Shahzod sirasi durjaga qo'shildi bolalar. Sizlar ham mana durjaga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Korotchi boshlaylik bo'ladi. Tez anaqa qarab bolalarga kerak ekan. Bitta hozir pishirishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Bitta voy, bizda hozir gaz plita qolmadi. Mana qahvani ol. Qahva tayyormi? Tayyor. Qahva pishiryapman. Tez olib borib ber. Zo'r ekan. Cho'tki ishlarda, cho'tki. Tez qahva. Revars bizga $50 pul berdi. Yaxshi, $50 pul bizga. Qahvalarni, sho'rva, qahva, ya'ni sho'rvami, qahvami bu eng qizig'i. Mana bu sho'rva lag'mon ekan. Bo'ldi bolalar, hammasi tayyor. Keyin bizda necha dollar pul, kasada pul yo'qmi? Bular qachon turar ekan? Bular turganda bizda hozir pul paydo bo'ladi bolalar. Bolaga tezroq. Bizga pul kerak. Bolalar kreditlarning hammasini yo'qordim. Korotchi kreditlarni hozir chiqarib oldim. Bizda korotchi restoran egasi bilan gaplashamiz. Korotchi restoran egasi o'zimman, sotib olganman bundan. Bugun kredit to'lashim kerak. What do you have to sell? Never mind. Korotchi bizda nima ekan? Mebelchimiz ekan, do'xtirlar. Biza o'zlarimizga $50 ga manaqa nima olishimiz kerak? Chair olishimiz kerak ekan. Biz uyga qaytamiz, restoranga. Sen nima qilaysan bitta aytib. Endi odam ko'payadi bolalar. Mana shu odam o'tirishi mumkin bo'ladi. Mana bu yerda musullarni olib tashlab yuborishimiz kerak. Xizmat qil. Xalqqa xizmat qil, Amir. Umuman ayol kelib o'tirdi. Ayol oldin tez tozalash kerak. Ustari suya chiqmay, do'stiga. Chekdi. Ol nimaga olmayapti? Sinks are full my shop. Tashladi. Oy, $55 pulimiz bor. Pishirishimiz kerak bo'lgan sho'rva pishirishimiz kerak. Tez. Ikkita yana sho'rva. Shop ko'tib olamiz. Shopda nima bor bizga? Qancha pulimiz bor? $95 pulimiz bor. Nima olsa bo'ladi? Gaz plita olsa bo'ladimi? $150 ekan. Gaz plita $150. Yo, bizga mana bu yerda bitta stul olsa bo'ladi yana. Wooden stool, table oldi. Stul olamiz, qaytamiz endi chair stul olamiz. Stulni yerga qo'yamiz. Yaxshi, bular ichyapti. Bularga ham kerak, tezroq anaqa qilinglar. Qochinglar qarab turinglar. Xizmat ko'rsatish kerak. Nima qilaysan? Yiban tushpaska. Xalaqit qilma. $65 bor. Tez olib ket. Pishiramiz, tez pishir. Xizmat ko'rsatinglar, tez olib ket. Pishirdim mana. Hozir teshitma yo'q, mana yerda pullarni yig'ib olamiz. $90 pulim bor. Mana ham olib ket. Yana kimga kerak? Hamma joy to'ldimi? Bo'ldi. Senga nima kerak? Dupoy yirtaman hozir. Naqib etdi. Yo'q, buni olib ket. Bu ham pish bo'lgan. Demak, bizda klientlar yana kerak biror nima kerak ham birat. Yo'q, birat ishdan kerak emas. Mana tozalab qo'yadi. Mana tozalaymiz. Mana ham olamiz. Buni ham tozalaymiz. Mana uni ham tozalaymiz. Nima deysan? Ba'zanga like bosdi. Mana full to'lgan. Bu bo'lsinchi 5 sekund qoldi. 4, 3, 2, 1, 0 bo'ldi, olamiz. Xizmat ko'rsatamiz hammasiga. Hoppa, buni ham. Olmayapti-ku buni. Bo'ldi, olamiz buni ham. Qani? Yo'qsan-ku. To'xtab tur, men sho'rva pishirishim kerak hozir. Qani? Ben şu basın nima qilyapsan? Nima bu? Nimalar berdi menga? Nimalar berib tashadi menga? Voy bile, zonazalar berib tashadi. U yangi gaz plita, yangi sink berdi. Yo'q, burasi boshqa gap. Ovqat. Voy,
bile shuncha zakazimiz bor. Tez tayyor bo'lsin. Bu zakazlarimiz tayyor. Hozirlarni yig'ishtirishimiz kerak. Demak, mana stullarni yig'ishtiramiz. Olib kelamiz. Qani biroz buyoq bering. Siz ham buyoq bering. Restoranni zo'r qilib yurgizish kerak. Menga o'xshab yurgizsang, Amir, kelajakda katta odam bo'lasan. Mana olamiz. Rangittiramiz. Aha, buni ham tashlaymiz. Zo'r. Soqqalarimiz $100 soqqamiz bor. $111 даже. Qani yangi. Sho'rva kerak akkalasiga. Bizda idish tovoqlar yuvilish kerak-ku. Aytgancha idish tovoqlar yuvilmaguncha sho'rva qilib bo'lmaydi. Yana ikkita zakaz. Tez tayyor qilib yuboramiz. Tayyor bittasi, yana bittasi. Bo'ldi, hammasi tayyor. Hoppa, polisi zakazdan birinchi kun tugadi. Polisi zakazdan olib bo'ldik. Faqat sho'rva ishtilar bugun hamma. Ishchilar oldim. Tozalovchi ishchi bilan yana kimdir oldim men. Tozalovchi ishchi oldim men. Ovqatlarni o'zim pishirar ekanman. Demak, ko'p odam kelish uchun biz yana stul olamiz. Menga padaka cho'choqda ham bermaydi. 4 ta stul oldim. Dang. Hoppa, yana 4 ta odam kelyapti. Ishimiz zo'r ishlaydi. Ko'p odam kelgandan keyin biz kayf qilamiz. Va ikkinchi kunimizda biz nimalar qilamiz? Oshpaz. Menda oshpaz ham bor ekan. Bunisi boshqa gap. Oshpaz ham ishga ketdi. Men faqat endi restoranga qarab yursam bo'ldi ekan. Yo'qni qilib, tozalovchilar, fermerlar, ranchers, keyin menejerlar ham bor ekan, menejerlar. Demak, bu yerda waitress, kutuvchilar, yo'qda tozalovchi va pishiruvchilar, yana kimlar bor bu yerda? Fermerlar bor ekan. Reseptlarda mana ochish uchun bizga bug'doy, kartoshka biramalar kerak. Qarorchi bizda bug'doy bilan pomidor kerak. Bug'doy bilan pomidor. Ana pulni olaychi, bug'doy bilan pomidorni qattiq seviladi. Sizda bug'doy pomidor bormi, brat? Hozir. Sim kerak emas bizga. Bug'doy pomidor kerak. Mana qancha bular nima qilib bular? Hozir buni ochish uchun nima qilish kerak? You haven't unlocked this item. Farming level 1da o'shalar ekan. Lekin farming levelni qanaqa pishirishim biladimi? Farming tushunmadim o'sha narsaga lekin. Mana uni sinkdan oldiyapti. Sinkdan olamiz bittani. Mana ochamiz. Demak, endi bizga bu yerda tekinga $100 beradi. Bitta boost bor ekan. Mana skilllar paydo bo'libdi. Yaxshi. Gap yo'q. Uyga qaytamiz endi bo'ldi. Sink kerak emas edi lekin. Hoppa, betga joylashtiramiz. Yaxshi. Pishirish kerak. Pishirishga yordamlashaveramiz bolalar. Bu slavi ishlar ekanda, bu tupoy miya. Slavi ishlamaslik kerak, zo'r ishlash kerak. Qaralar, klientlarni kutib turishini, tekinga yarimta narsa berar ekan. Nima beradi? Ber, padarkam ber. Zo'r padarka beradi da bersa ham. Mana nima? Buni oldik. Padarkalardan ber menga ham. Premiumlar ham bor ekan. Davay, ovqatlarni pishirib yebsanmi? Zo'r. Ko'rsatuvchi qani? Xizmat ko'rsatuvchi. Bermaysanmi ovqatlarini? Tez olib borib ber. Bu slabi ishlar ekanda, slabi. Tez ishlash kerak. Eventlar qachon bo'lar ekan? Eventdan bo'lar ekan bunda. Taco Tuesday. 2-iyun soat 7da ekan. Davay pishirish kerak. Tupu ham pishirguncha nima qilyapti? Yibammi? Hoppa, pullarni soqqalar. Bilan tozalash kerak. Oldin olinglar. Mana sizniki tasha. Sho'rvasini ber mana. Sho'rva pishirib berish kerak. Mana undan ko'rsatib yotibdi. Take order, ulardan order olinglar. Bilat. Yibani ekanlar bular o'zi ham. Sizlar buncha sizlar ishlaydi bular. Men undan ham order ol. Bundan ham order ol. Pishirdi, davay. O'zim bo'lsam-da, qayerlar xizmat ko'rsatishim, qayerlar ko'ryapsizlar? Unga beramiz, buni olamiz. Mana unga ham beramiz. Vobshe. Menga ber, mana unga ber. Mana unga ber. Billa pick upni Zaynab qildi. Mana unga berish kerak ekan. Mana olamiz, musulga tashlaymiz. Mana bu yerda musulga. Tashlab bo'lmayapti-ku buni. Mana unga tashlash kerak ekan. Mana buni ham olib borib beramiz. Men brat. Zo'r, kayf qilib iching. Otdan olish kerak. Day. Buni ishlashim qaranglar, bo'ldi. O'zim zo'r ishlar ekanman. Qani unda ko'rsatayotganida bilaman, sizlarni ishlayapti bolalar. Вообще sizlarga ekanda bular. Bularni ustidan yana qilish kerak, yozish kerak. Manadan order olmaganman, masalan, order olmagan. Faqat o'zim ishlab yuribman. Manadan olish kerak, zakaz olinglar, zakaz. Qani, aytdi pishirish kerak. Bularni ham men qilyapman, pishirishni ham. Qani, men olamiz. Dinlar, sen qanaqa qilasan?
Yetkazishing yo'q. Ishlashim qarorda, bolalar ishlashimni zakazmay tez olib borib beraman. Soqqalar qancha qilgan soqqa bolalar? Hoppa, F olamiz. Bu ham yetkazib beramiz. Mana unga. Zo'r. Soqqa qancha shuncha ishlagan, atigi $132 mali. Ko'p ekanda bular. Davay bolalar, yana klientlar kelishni boshladi. Mana olib yuvishga topshiramiz. O'zimning ishlarimdan ko'ra o'zim juda zo'r ishlayapman. Ana oshpazlarning rashid silab ekan. Unga beramiz. Mana klient zakaz olamiz. Mana pishiramiz. Pishiradigan narsa qolmadi. Olib borib beraman. Mana ham olib borib, restoran ishida вообще dahshat ishchi bo'lar ekanman-da. Hoppa, mana ham tayyor. Zakaz olinglar, bolalar, manadan zakaz olinglar. Shuncha narsa kerak. Davay, mana olsak-chi. Yaxshi. Voy, firma ochildi bizda bolalar. Endi firmamizda ovqatlarimizni ko'paytirsak bo'ladi. Mana ovqatlarimizni ko'paytiramiz bolalar. Hoppa, yaxshi. Mana ham olamiz. Hoppa, bunga berish kerak ekan. Yaxshi. Bolalar zo'r, hammasi zo'r, ajoyib. Chutki ketyapti. Mana unga ham berish kerak. Order olamiz bundan ham. Hoppa, pishiramiz buni ham. Yaxshi. Buniki ham zo'r ketyapti. Qana bol ishlarimiz zo'r ketyapti. Juda ham zo'r. $300 pul ishladik. Aytdi skilllarda bir nimalar ochildi bizda yana. Ana bir narsalar shopga o'tamiz, garchi shopga boramiz. Bizda nimalar bor? Fermadan biza mana bu yerda pomidorlar anoqsi bo'ladi, lekin pomidor nimaga ochiladi? Tashirishga men hayron bo'lyapman. Biz hozir anonga o'taylik ochilgan. Bog'imiz qani? Bog'imiz eng qizig'i. Mana ekan bog'imiz bolalar. Mana bog'imiz. Bog'imizni ochamiz. Yaxshi, bog'imizni ochdik. Bitta non. Bug'doy bor ekan bu yerda. Endi non qilsa bo'ladi bolalar. Pazarga bermadi lekin. Menimcha, hatto klient bilan zakaz oladigan odam yo'q. Pishiringlar, shuncha zakaz kelibdi. Beringlar egalariga. Hamma egalariga berib chiqamiz bolalar. Buni egasi kim? Sizga ham uzr brat, stollar ustiga chiqib ketibman. Chunki tez ishlash kerak, tez. Mana zakaz olinglar. Menejga o'tamiz. Resept Manondan. Endi enabled bo'ldimi bu shunda? Qanaqa bo'ldi? Resept bundan enabled tursin. Demak, bizda yana nima bor? Mana pulga yana ishchi sotuvchi bo'lar ekan. Ishchi Kamilla, Karolina yoki yerda Felix buniki uji вообще klinerlarniki. Fermer sotuvchi. Fermer sotib oldi. Fermer dirishini qara. Hoppa, bunisi boshqa gap. Endi bizda non ham bor. Non sotib olishyapti. Mana shu deganimizni ilashganida yaxshi. Nonni olamiz zakaz. Zo'r zakazni olish kerak. To'xtab tur ekan, restoranga qarash kerak. Nima deyapsa? Qanaqa restoranda nimalar bo'lyapti? Revertga o'tamiz, qayig'amiz. Reverse nima qiladi? Bu yerda tupoy, mana anonsini berish kerak. Mana tozalash kerak. Hoppa, bunga beramiz. Mana olamiz. Unga yana bitta beramiz. Demak, mana bu yerda qaysi egalariga berish kerak. Yaxshi. O'tiraga berish kerak. Yaxshi. Zo'r ketyapti. Zo'r, garchi hamma zo'r ishlayapti bolalar. Garchi hammasi xizmat ko'rsatamiz bolalar. Garchi restoran shundan iborat edi. Restoranimiz sal normalniroq nimaga olib keldik, sostenega. Qolganini bolalar keyingi videoda qilamiz, chunki hozir video cho'zilib ketdi bolalar. Kechqurun albatta chiqaramiz bolalar. Keyinroq ko'rishguncha, har videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling.